Assalomu alaykum, xormanglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, xormanglar? Bizga qo'chqor dumba kerak, qo'y dumbasi. Qo'y dumbamiz bor. Xo'p, necha puldan kilogrammi buni? Kilosi 130 ming qilganmiz. Ha, yaxshi. Yana qanaqa go'shtlaringiz bor? Bizni go'sht do'konimizda mol go'shti, qo'y go'shti, ot go'shti, tovuq go'shti, quyon go'shti, bedana go'shti, kalla, pocha, qazi, barcha turdagi go'shtlarimiz bor. Bu yangi mahsulotning narxi necha pul ekan? Qimmatdir bu? Bu dudlangan dumbamizni narxini 160 ming so'm qilib belgiladik. Hozir shu xalqimizga hamyonbop qilib, yengil qilib qo'ydik. Buni nima afzalligi bor? Qanaqa foydali tomonlari bor? Bu dudlangan go'shtimiz immunitetni oshiradi. Ertaga xolodilnikka qo'ysa uzoq muddatda ham turaveradi. Bemorlar har kuni ertalab zavtrakda kam qilib kesib yesa bo'ladi. Mana kesib ko'rsataman, sifatiga, ta'miga gap yo'q. Sotuv rastalarini qassoblarda hamkorlikka chaqiramiz. Pastdagi raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Dostavka xizmatlarimiz ham bor. Boshqa joylarda xom dumbamiz 160 ming so'm. Bizga tayyor dumma dutlangani 160 ming so'm. Xalq mazza qilsin, Chorva go'sht markaziga obuna bo'lingizlar. Videolarimiz birinchilardan sizlarga boradi. Like tugmasini bosingizlar. Bu mahsulotimiz xolodilnikka qo'ysa uzoq muddatda turadi. Sifatini yo'qotmaydi va yosh bolalarimiz, qariyalar iste'mol qilsa immunitetini oshiradi.